Assalomualaikum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana keyingi ishlarimiz tayyor bo'ldi. İşlerimizni Marhamat tumaniga yo'naltdik. Mana ko'rishinglar mumkin. Eshigimiz ochilib yopilishlari kelsa, mana xudo xolasa hammasi yaxshi. Ochilib yopilishlari, xudo xolasa qolishlari hammasi joyida. Berandamiz. Ishlarga keladigan bo'lsak, ikkita ochilish qilganmiz. 4 ta oraliq o'rnatilgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Hammasi chiroyli holatda. Eshigimiz tagiga alkafon qo'yganmiz. Patagoniylarimiz bor. Xudo xolasa mana ko'rishinglar mumkin. Ochilishlarni ko'rib beramiz. Ochilib yopilishlari xudo xolasa chiroyli. Uchilar ham Akfa brendidan bo'lgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu tomonga o'tamiz. Bu tomon eshigimizni ham ko'rishinglar mumkin. Shu fasonda bo'lgan. Ochilib yopilishlari xudo xolasa yaxshi. Samolyotimiz Akfa. Samolyotimiz ko'rishinglar mumkin. Yo'lga aynalar solingan. Mana ko'rishinglar mumkin. Tagiga alkafon solingan. O'rni patagonni qo'yilgan. Bunlar ham ikkita ochilish bo'lgan. Undan mana ko'rishinglar mumkin. Ochilib yopilishlarini ko'rsak, ochilib yopilishlari xudo xolasa cho'tki. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda ham bitta eshigimiz bor. Bu eshigimiz bir qanotli eshik bo'lgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Bunga ham xuddi shu holatda bo'lgan. Ochilib yopilishlari xudo xolasa zo'r.